Assalomu alaykum hurmatli dehqon aka-ukalar. 2026-yil 13-aprel sanasi mana Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanida Serbiyani Odisseya nomli tritikali urug'ini ekkanmiz. Mana chorvachilik yo'nalishi bo'yicha ham don ham chorvachilik sinasi uchun ham chorva ozuqasi uchun ham yaxshi samarali vosita. Mana dalamizni 5-6 gektarlik narigi tomoni bug'doy, bu tomoni mana tritikali, mana ko'ryapsizlar. Tritikalida har yili bug'doy ekardik. Bu yil tritikalida probaga ekdik sinov uchun. Xudo xolasa natijasi zo'r. Mana endi bosh olyapti. Mana bo'yi 1 metr bo'lgan. 1 metr bo'lgan. 1.10. Meni bir hayratda qoldirgan joyi aytilganda haqiqatan bug'doyda boshog'ida 60-70 dona don bo'lsa, bunda 110 ta 120 tagacha bug'doyga nisbatan sentiner ham 50 sentiner, 40 sentiner yuqori darajada don berishligini aytgan mutaxassislarimiz, agronomlarimiz Zeya firmasidan. Xudo xolasa mana aytgandek natijasi bor. Mana bug'doyda ko'ryapsizlar, mana bug'doyda vertikalini boshog'i bir qarich 20 sm. Bu boshlanish, hali donlar to'lmagan, endi gullash jarayonida, hali gullab endi bosh chiqarish jarayoni bo'lyapti. Mana gektariga 300 kilo, 250 kilodan amofos mineral o'g'iti bilan ekilgan, gektariga 220 kilodan ekkanmiz. Aytilishicha 240 kilo, 250 kilodan ekishimiz kerak edi. Aslida biz bug'doy ekkan selkada bug'doyga nisbatan doni yirigu shuni hisobiga kilogram bug'doyga ligirovka qilingan uchun doni nimaroq ketib qoldi. Me'yor, sarf me'yori nisbatan bug'doyga nisbatan kamroq ketdi. Lekin buni bitta tomoni tanasi o'ta yo'g'on ekan. Bug'doyga nisbatan mana bug'doy 5 ta 6 dona nima tuflasa, buni hozir bitta tupini ko'ryapsiz. Mana taxminan 10 tadan oshiq tuplayapti. Mana bitta tupda mana ko'ryapsiz. Mana bitta tupda mana kamida 7 ta 8 ta bo'lmasa 10 ta 11 tagacha tuplagan. Asosiysi boshog'i o'ta chiroyli, katta doni. Keyin yana bitta buni bir yuqori tomoni, boshqa urug'larga nisbatan bizga yoqqan tomoni mana bug'doyda kuzatyapmiz. Bir kunda ekilgan bug'doy urug'lari Vassa, Rossiyadan keltirilgan yana boshqa urug'lar bor. Misol uchun shularga qaraganda oldin o'zimizda Chillaki Bobur deb urug' bo'lardi. Qiltanog'i bor, erta pishar, chilginamiz. Deyarli shu bilan bir xil ekan. Buni o'rniga yana takroriga ekin bemalol har qanday favor 600-650 lik 700 gacha bo'lgan favorni senajga urib turib, o'rniga ekilgan 700 favorgacha bo'lgan makka jihor urug'lar bemalol pishadi. Buni amalda sinab ko'rganmiz bug'doyda. Bu bug'doyga nisbatan 10 kun, 15 kun erta ekan. Men uvat qismida kirdim, mana uvat qismida yuribman mana. Ichlar undan ham zo'r mana. Hali o'sishda davom etyapti. Bu 1 metr bo'lgan, hali o'sishda davom etyapti. Xudo xolasa. Lekin boshog'iga gap so'z yo'q. Haqiqatan tana yo'g'on, baquvvat. Bug'doyga nisbatan bir xil ishlov berilgan dalada bug'doyga nisbatan 30-40 sm nima bor? Tafovut bor. Oralig'i balandlik masalasi bo'yicha mana xudo xolasa. Narigi tomon past bo'lib turibdi. Mana tritikalilik ko'ryapsizlar. Haqiqatan dahshat. 300 kilodan amofos ekilgan, solib ekilgan, 300 kilodan 2 marta erta bahorda nima berdi? Karbamid bermadi. Karbamid bersa bundan ham yuqori darajada o'sishi mumkin. Biz endi to'g'risi yerimiz yaxshi, amofos ko'p solgan yiqilib ketmasin deb sulfat ammoniy mineral o'g'itidan berdik 2 marta. Suspenziya qilinmadi, lekin hozir shu holatida bitta suspenziya qilmoqchiman, xudo xolasa. Bitta suspenziya qilib turib, keyin suv qo'yamiz, suv ochamiz. Lekin 1 metr bo'lgan mana. Natijasi yaxshi, zo'r. Bug'doyga nisbatan hosildorligi ham 10 tonna, 12 tonnagacha don hisobiga senaj ko'rganda bug'doyga nisbatan ancha yuqori darajada ekan. Nasib qilsa bu yil o'rib ko'ramiz, lekin haqiqatan bo'yi 140, 150, 170 gacha o'sgan holatlarni ko'rdik. Chorvachilik yo'nalishi bo'yicha, don yo'nalishi bo'yicha ham samarali ozuqa. Boshoq katta. Bir qarich haqiqatan 20 sm ekan. Bu boshoq yana ham to'lib mana endi chiqargan mana. Xudo xolasa o'sishda davom etyapti. Asosiysi tanasi yo'g'on, keyin kasallikka chidamli ekan. Bunaqa zang kasalligi ham deyarli tushmaydi degan ekan. Shuning uchun xudo xolasa yaxshi, lekin haqiqatan kuzatyapmiz mana.
ichkarida hech qanday bir kimyoviy ishlovlar bermadi kasalliklarga qarshi. Holati yaxshi, xudo xolasa. Hozir mana men o'lchayapman, mana hozir ko'krakka qarayapman. Uzunlik hali o'sishda davom etyapti.